Sotilayotgan obyektni ko'rsatishda olinib o'tgan sharoitlar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Qaranglar, besetkalar tayyor ketma-ketlikda tushgan. Bolalar o'ynash uchun alohida o'yingoh. O'rtada bo'lsa favorasi 24/7 qo'riqlash xizmati ham mavjud. Sotilayotgan obyektimiz kadastri bor, 2 xona Yevroremont. Narxi bo'lsa $52,000. Sotilayotgan xonadonimizga kirdik. Встроенный mebel uchun joylar qilingan. Gilam, parda, lustra, mebel texnika hamma jihozlar tayyor holatda. Kiyim-kechakni olib kirib tayyor yashaysizlar. Birinchi xonamizdan ko'rasizlar, bu yoqda alohida hojatxona qilingan, yonida bo'lsa yuvinish xonasi, barcha aksessuarlar to'liq qo'yilgan. Birinchi xonamizdan ko'rishingiz mumkin, bu yerda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebellari, texnikalari qilingan. Bu xonamizning ichida o'zini 3 kvadratdan iborat bo'lgan balkoni ham bor. Ikkinchi xonamizdan ko'radigan bo'lsanglar, zal, TV zonalari qilingan, tayyor kirib yashash uchun hamma sharoitlari to'liq qilingan. Uyimizda to'liq tepli pol qilingan, radiator, qo'shimcha konditsionerlar uchun joy ham tashab ketilgan. Bu yoqdan qaragan bo'lsanglar, oshxona, ovqatlanib o'tirish uchun uголок zonasi, mebel texnikalari qo'yilgan. Joylashgan joyini so'raydigan bo'lsanglar, Zangeta tumani raysentrda joylashgan 8 qavatli Novostroykani 8-etaji, umumiy 49 kvadrat kadastri bor. Narxi bo'lsa $52,000. Pastdagi raqamlarga tezda bog'lanib, baraka qilsanglar bo'ladi.